Azizlarim, badaningizda mana shunaqa toshmalar ko'payib ketgan. Yuzingizda akne, ugridan qolgan izlar, undan qanaqa xalos bo'lishi bilolmaysizlar. 12 yillik tajribamda eng zo'r samara bergan maskani bugun sizlarga o'rgataman. Ishoninglar, bir oyda rezultat zo'r bo'ladi. Top-toza, silliq badan, silliq yuz bilan yurasizlar. Albatta, dermatolog ko'rigidan keyin qilasizlar bu narsani. Dermatolog ruxsat bergandan keyin. Demak, bizga buning uchun nima kerak bo'ladi? Qaranglar, glina, belaya glina kerak bo'ladi. Sinkovaya mays kerak bo'ladi, 10% li. Streptotsit kerak bo'ladi. Aptekadan tabletkasini olasizlar. Xlorgeksidin kerak bo'ladi. Hammasi aptekada bor va salitsiliy spirt kerak bo'ladi. Demak, ketdik. Kalinni solamiz. Agar butun badaningizda oldi qismda bo'lsa, ugridan qolgan izlar ko'proq tayyorlaysizlar, ya'ni 3 staloviy ложкаga tayyorlasanglar bo'ladi. Men kamroq qilib ko'rsataman. 1 choy qoshiqqa tayyorlayman. Demak, 1 choy qoshiqqa bitta streptotsit. Streptotsit tabletkasini talqonda maydalab olamiz. Bo'ldi. Solamiz. Bunga sinkovaya mays 10% li yarim choy qoshiq yetadi. Yarim choy qoshiq soldik. Tak, bunga xlorgeksidin. Xlorgeksidinni keragicha solamiz. Где-то 1 choy qoshiq solib turamiz hozircha. Va обязательно salitsiliy kislota. Faqat 1% li bo'lishi kerak qizlar. Undan balanti mumkin emas yuz uchun. Quritib, achishtirib, раздражение berib yuboradi. Tushib ketdi. Yarim choy qoshiq. Всё. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa massa, quyuqroq massa bo'lishi kerak, surganda oqib ketmasligi uchun. Shunaqa zo'r ugrilarni quritadi, ugridan qolgan izlarni oqartiradi va eng asosiysi hech qanaqa раздражение bermaydi, побочный действиялari yo'q. Mana. Badanga yaxshilab surib qo'yamiz. Butun ugri bor joylarga, toshmalar bor joylarga yaxshilab suramiz. Badanga suradigan bo'lsanglar, yarim soatdan 1 soatgacha qoldirsa bo'ladi badanda. Yuzinglardagi husnbuzarlarga suradigan bo'lsanglar, maksimum 15 minutdan keyin bu maskani yuvib tashlash kerak. Va maskani yuvib tashlagandan keyin badanga ham, yuzga ham